Lekin baribirga ham ko'p joyda minus bo'ladigan ehtimol bor. Bo'lsa ham buni o'ldirib olmasligi mumkin. Pardalari anaqa qilish mumkin. Sifati yo'qoladi plyonkaning tagida baribir. 4 yil 5 yilgacha ishlatganman. 5 yilda ham yomon bo'lmagan. Xudoga shukr. Mana 30 320 400 metr. Xo'sh, mana shuni oldik. Aynan shu 30 talikni 400 metr olgan bo'lsam, 60 taligidan olsam 200 metr olgan bo'lardim. 400 metr bu degani 2 barobar ketadi. Keyin ham qavat yopamiz deymiz. Sababi nima? Qavatdan nur ko'p o'tmasa ham bu ramellarimiz hozircha bitta o'zim ishlay olman deb aytgandim-ku. Life hack dedim, nima deydi? O'shanga o'xshab mana hozir plon ramellarimiz ham ko'ryaptimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar, tezmisizlar, charchamasdan ishlar bilan. Mana bugun 5-noyabr 2025-yil ko'rib turganingizda orqamizda turgan ramana salatlar. Mana shu ramana salatlarni ustiga bugun xudo xolasa dugala qilib nima qilamiz? Agrovalakni yopib chiqamiz. O'sha nimalarni qisqacha qilib bir video qilib qilgandim. Bugun 5-noyabr bo'lsa, bugun ertalab 0 gradus ko'rsatgandi, lekin yaxlama bo'lgani yo'q. Qiruv ham tushgani yo'q. Endi mana bugun ertaga tong saharda shu nimasiga 6-noyabr kuni -6 gradus ko'rsatyapti. Mening telefonimda, -6 gradus ko'rsatyapti. Boshqalarning telefoni har xil prilojenalar, har xil saytlarda, hamma saytlarda har xil ko'rsatyapti. Nimalarni ob-havoni bir xillarda 2, bir xillarda -6 gradus, bir xillarda 0 gradus, bir xillarda + gradus. Lekin baribirga ham ko'p joyda minus bo'ladigan ehtimol bor. Bo'lmadi degani 1-2. Qisqasi biza endi hozir o'zim telefonimda -6 gradus ko'rsatyapti. O'sha sovugiga qarab anaqa qilaveraman. Ehtiyot sharti sovugiga qarab olaveramiz. Sovugiga qarab ehtiyotda olsa, xudo xolasa iliq bo'lsa anaqa qilmaydi, sovuq bo'lsa yomon bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, sovuqqa qarab ob-havo sovuq bo'lar ekan deb shunga qarab shart-sharoit qilib qo'ysak, sovuqqa. Keyin sochi sovuq bo'lganda ham har holdan nima bo'ladi. Agarda iliq bo'lar ekan deb sharoit qilmasak, keyin sovuq bo'lib qolsa, masalan, mana ob-havoniki to'g'ri kelib qolsa, unda u ham bo'lmaydi. Qisqasi shunaqa gaplar. Hozir mana shu orqamizdagi joyimiz ba'zi bir joylari ochiq edi, ba'zi bir joylari yopiq edi. Mana bu yoq tarafrog'i mana rang-parroq bo'lib turgan plyonkaning tagida, bu yoqda degsa sal to'g'ri bo'lib turgan ochiqlarda edi. Kechaginda o'sha 0 gradus nimasiga plyonkalarni yopdik. Ustida plyonkasi bor edi. Hozir ochib tashlaganman. Bir 10-11larda ochib tashlaganman. Ustlari yaxshilab shudinglari, qo'llari qurisin deb. Hozir mana ustidagi pudring, ho'l-po'llari qurib nima qolgan. Hozir soat 3 dan oshdi. Endi xudo xolasa buni hozir dugalar turibdi. Buni ustiga 30 talik agrovalakni olib kelganman kecha. O'shani yopib boramiz. O'zi mana bu sezonni shu yuqi plonkalar bilan olib chiqib olaman deb nima qildim. Keyin mana bunaqa ramellarim mana bunaqa chiroyli bo'lib turganiga ko'zim qiymayapti. Bularni shu yuvib qilamiz shildir bir 0.3 plonka bilan o'tkazishga. Sababi masalan -4 bo'lsa ham buni o'ldirib olmasligi mumkin. Pardalari anaqa qilish mumkin. Sifati yo'qoladi plonkaning tagida baribir. O'shaning uchun qisqasi agrovalaknoda nima qilaman, xudo xolasa ko'rsatib o'taman sizlarga. Bugun 5-noyabr bo'lsa, ertaga 6-noyabr. Buni hozir bitta yaxlaganda o'zida anaqa bo'lib ketmaydi. Ko'ramiz, qani bugun video qo'yayotgan bo'lsam, agrovalakni yopamiz. Yana buni bir foydalari, plonkadan ko'ra nimalari haqida yana bir video qo'yaman. Undan oldingi videolarim ham bor. Eski 2-3 yil oldingi videolarim ham bor. Agrovalakno bo'yicha ko'p videolar qilganmiz. Qisqa bo'lsa ham, uzun bo'lsa ham qilib har xil videolar bor agrovalakno bo'yicha, lekin bu safargisi yana bir yangi talqinda deydi. Qisqasi mana shunaqa gaplar. Hozir o'sha orqamda ko'rib turgan ramellarni ko'zim qiymadi 0.3 plyonkada. Bularni chunki hozir narx-navo yaxshi. O'zi eng qolgan ob'yom mana shu qolgan. Keyin hozir parniga o'tamiz. Ochiqdaradagi shuni ham sovg'irib nima qilmasin bunday. Agrovalakno keyin baribir yana ishlatiladi. Baribirga bitta bunga ishlatilmaydi, keyin yillar davomida ishlatiladi. Masalan, oldingi agrovalaknolarimni ham 4 yil 5 yilgacha ishlatganman. 5 yilda ham yomon bo'lmagan. Xudoga shukr. Rossiyskiy yaxshi agrovalaknolardan ishlatsa, yaxshi nima qilyapti, turib beryapti. Endi prosta bu yil agrovalaknolar eskilarini sotib oldim. Endi loy bo'lib ketdi-da, chang bo'lib ketadi. 3 yil, 4 yil ichida kir bo'lib ketadigan buni ustiga salat ustiga yopsanglar,
bitta yomg'ir yog'yapti ustidan yoki shu yog'ishingizni o'zida changlari tushib, mutniy qilib tashlaydi. Oldingi yili shunaqa bo'ldi, salatni yopganimda mutniy qilib tashlaydi. O'shanga sotib yubordim bu yil yozda, ishlatdim, sotib yubordim. Shunaqa agrovalakni zo'r tarafi shu ishlatib yana sotib yuborasan. Bog'bonlar, dehqon nima dedi? Daraxtlari bor, uzun bir narsalarni shu o'raydigan nimalarga sotib olsa bo'ladi. Arzonroq qilib, misol uchun o'zini narxidan qancha? Bir ancha arzonroq bo'lsa ham, zato men plyonka chirga ketganga o'xshab nima qilmaydi, uni ishlatishga sotib olasizlar. Qisqasi, yaxshi taraflari juda ham ko'p. Bu endi cho'mchakka bir yaxshi taraflarini bir aytib o'tdim. Har xil o'ziga yarasha bu endi asosiy narsasi bu emas. Qisqasi, hozir sizlarga bir nima qilib video davom bo'ladi inshaalloh. Mashalarni yopib nima qilib ko'rsataman. Ko'rib turganingizlar Agrovalakno Don Agrotex firmasiniki, rossiyskiy. Uzunligi 400 metr, mikro qalinligi mikroni 30 mikronlik. Eni 320. Mana 30, 320, 400 metr. Xo'sh, mana shuni oldik. Xo'sh, shuni nomerlarini ham yozib qoldirib ketaman. Anaqasiga ekranga yozib qoldirib ketaman. Shuni sotilgan nimalarini, olib keladigan sotilgan bolalar nimasini. O'shalarga telefon qilib, aloqaga chiqib olaverasizlar. Xo'sh. Bu to'g'ri 400 metr mana shu joyimizga yopamiz. Men hozir buni 2 qavat qilib yopib olmoqchiman. O'zi 30ligiga sal unaqa qattiq sovuqlagan uchun nima qilmaydi. Lekin 30ligini yaxshi tarafi nimada? Hozir naryoqda kashishlar ham ekkanman, bilsanglar. Kashishlar ham ekkanman. Bu 30lik yaxshi nurni o'tkazadi, keyin havoni yaxshi o'tkazadi, keyin shu qirovlardan asrab beradi. Shu kashishlarimizga yopib qo'yamiz, mana shu holatda duga bo'lsa, yopib qo'yamiz, ochmaymiz. O'zi shu quyosh nuri yaxshi o'tgani, havo yaxshi aylangani hisobiga ichida bemalol yaxshi o'siradi. Uni ochib yopib unaqa qilinmaydi. 60 taligini minus tarafidan bittasi uni ochib yopib turish kerak. Agar 60 ni o'zini yopib qo'ysanglar, 60 talik, 60 mikronlisini, mana ham 60 mikronlisini yopib qo'ysanglar, u bundan 2 barobar qalin bo'ladi. Keyin uni kunduz kunlar ochish kerak. Ochmasa, quyosh ko'rmasa bo'yiga o'sib, shunaqa bo'lib ketadi. U ana gapim uzilib qoldi. U o'sha ataplarni yoqiladigan panellarga ochib yopib har kuni bir nima qilib turadigan panellarga 60 lari, qalinlari yaxshi. Uning uchun shu quyosh ko'rsatib turish kerak edi, 60 larni ochib turish kerak. Kunduz kunlar ochib turmasa, bo'yiga o'sib shunaqa bo'lib ketadi. Biznikida shu kashishlarni bundoq dalaga yozamiz, 30 taligini. Yopib qo'yamiz, bo'ldi, shu bilan pishadi, xudo xolasa inshaalloh. O'shaning uchun 30 taligidan oldim. Hozir bu yerda 30 talikni 2 qavat qilib yopib boraman. 30 talik ham barakali ancha. Misol uchun hozir mashina puliga aynan shu 30 talikni 400 metr olgan bo'lsam, 60 taligidan olsam 200 metr olgan bo'lardim. 400 metr bu degani 2 barobar joyga ketadi. Lekin ham aytib o'tganimdek, naryoqda kashichlarimni, keyingi ekinlarimni ham hisobini olib, men shunaqa yuqoriroqdan oldim. Endi hamma o'zining shart-sharoitiga qarab olaveradi. Hamma o'zining shart-sharoitiga, nimasiga, dalasiga, ekiniga qarab olaveradi. Bizning ekinlarimiz mana shu holatda, mana shu men aytib o'tganimdek yopamiz. Shu agrovalakni yopilgan holatda pishadigan ekinlarimiz ham bor. Shuni hisobini olib shunaqa qilganmiz. Buni 3 qavat qilib yopib qo'ysak ham bo'ladi hozir. Chunki mana shu joylarimiz o'zi asosan hozir yopiladigan joylar. Nari kashishlarimiz hozir unaqa vahma emas. Bu aynan hozir men pishib turgan ramellarimiz anchagina massa bor bu yerda. Hozir taxminan bo'yicha mana shu bitta polimizdan 300 kilo chiqdi-da. Hozir bu yerda shunaqa pollikdan yana xo'sh 2,5 barobar bor-da, yana aynan shundan bir 2,5 barobar shu unaqa pol bor, shunaqa. 2,5 barobar shunaqa pol bor. Taxminan bir 700 kilo, 8 kilo mana minisi bilan-da, minisi ham bor, kichkina bo'lib turibdi. 8 kilolar bor-da, 8 kilo yuk bor-da, taxminan 8 kilo yuk bor. 8 kilo yuk bor taxminan. Hozir o'rtacha hisobda endi normalniy agar sovuq ketib qolsa, normalniy summasi sovuq ketadi. Bu tursa chiqib bu anchagina anaqa bo'ladi. Keyin yana ishlatib nima qilamiz? Qisqasi video uzun bo'lib ketyapti. Xudo xolisa buni hozir bitta o'zim ham yonimda bitta ham sherik yo'q. Buni videoga olib turadigan, bugun oqlakam ham yo'q. Sovuq bo'lganiga boshqa yo'llarga chiqib ishlayapti. Endi o'zim chaqirganim ham yo'q bugunga. Bugunda video olib bir yaxshina bo'lib turardi. O'shanga hozir endi qo'limdan kelgancha video qilib olib ko'rsataman. Hozir buni bizani ichiga mana buni
tiqamizda, armaturani tiqib, mana bu joyiga tiqib limon tiqamiz deydi, shunga o'xshab aravaga anaqa qilib tortib o'rnatib bo'lgandan keyin xudo xolasa nimasini qo'yaman. Nima deydi? Tortib bo'lgandan keyin video qilib ko'rsataman. Xudo xolasa inshaalloh. Naryolarimizda plyonka olib qo'yganmiz. Buni ham o'zi plyonka edi. Plonkadan nima qilmasin deb, sovuq urib ketmasin deb hozir endi shuni qo'yamiz. Boydan beri shuni gapiryapman. Qisqasi shunaqa gaplar. Bugungi hozirgi dalamiz holat. Keyin agrovaloknoni shu plus qo'ldan kelgancha ozroq hamma narsasi emas, ozroq bir ma'lumot berib o'tdim. Shunaqa. Buni hozir bundoq yopamiz, shu bilan keyin ochmasdan shuda qachon zakaz bo'lganda o'shanda ochib tersak bo'ladi. Uni yop qilib o'tirmaymiz xudo xolasa inshaalloh. Mashina yopamiz o'zi, havo ham o'tib, nur ham o'tib turaveradi inshaalloh. Endi 2 qavat qilib yopamiz deyapmiz-ku. 2 qavat qilib yopamiz deyapmiz. Sababi nima? 2 qavatdan uncha nur ko'p o'tmasa ham bu ramaylarimiz o'zi pishib bo'lgan, o'zi sotuvga tayyor bo'lgan. Prosta bizda saqlanib tursa bo'ldi, saqlanib bersa bo'ldi. Sovuqda, masalan, kechiga 1 kun 2 kun ko'rsatadi o'zi minus gradusda. O'sha bittada urib ketsa, pardalarni ochilib ketsa, keyin bu sirazi bu yomon bo'lib ketmaydi. Masalan, buni 10 kun sotadigan bo'lsa, mana shu narsani masalan 10 kun, 15 kun sotadigan bo'lsam, maydalab sotamiz-ku. Agar shunaqa muddatda sotadigan bo'lsam, bu kundan kunga o'shani sovuq tekkan joyi qizarib, sifatsiz bo'lib ketadi. Masalan, yarim bayini shilib tashlashga to'g'ri kelib qoladi-da. Shuning uchun sovuqdan asrab nima qilgan yaxshi. Icebergi bor, salati borli. Mana shu videodan sizdan bir ma'lumot o'rnida, xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddaman inshaalloh. Videolarimizdan qolganlarini ko'rsanglar, xudo xolasa agrovalokno bo'yicha yana ma'lumotlar berib o'tganman. Xudo xolasa ancha videolarim short videolarni ko'p qo'yyapman. Sababi katta video qo'yganda bir ma'lumotlar bir nima qilish kerak, bir yengilliklarmi, tipa o'zim shunaqa ma'lumot bersam, har safar katta video qo'ygan bir xil bo'lsa g'alati bo'ladi. Shuning uchun katta videolar olmay qo'ydim. Ham katta videolarni qilishga sal bo'lmayapti. Qisqa joyi kelganda video qilib, shorts video qilib, shorts videolar ko'p qo'yyapman. Qisqa ma'lumot. Agarda nima qilayotganim bo'lsa, katta videolarni topolmayotgan bo'lsalar, shorts bo'limiga o'tsanglar, shortsda qisqa ba'zi bir ma'lumotlar, ba'zi bir ish jarayonlar, ba'zi bir shu dalamdagi holatlar, o'sha nimalarni qisqa qilib shortsda qo'yib boryapman. Asosan hozir shorts emasda, ya'ni qisqa video nimalarida, bo'limida YouTube'da o'sha yerda videolar ham chiqyapti. Uzun videolarni endi ko'ramiz. Yog'ishga kiramiz, qishda sal dam nima deydi? Agar vaqtida bo'lsa, boshqa dehqonlarga ham borib intervyular olib, yana bir qolganlarning tajribasini, bir ma'lumotlarini xalqqa, shu ommaga, mashinaga, obunachilarimizga ko'rsatib, o'rgatib nima qilishga harakat qilamiz. Shu ya'ni misol uchun o'rgatib deganda, misol uchun men bilgani boshqa odam bilmaydi, boshqa odam bilgani men bilmayman. Mana shunaqa hammada har xil o'ziga yarasha, shu dehqonlardan o'ziga yarasha ma'lumotlar bo'ladi. O'shalardan bir ma'lumotlarni olib, videolar qo'yish niyat bor bu yilga, xudo xolasa. Endi ko'ramiz, xudo xolasa inshaalloh. Balkim shunaqa proyektlarimiz ham agar bo'lib qolsa, bu yil qilishimiz mumkin. Shu dehqonlardan intervyu olish, nima qilish. Qisqasi, hozircha mashina, hozir yana video qilib davomini ko'rsataman. Mana agrovaloknolarni ham ochib oldik. Ko'rib turganlar Ardon Agrotex, mana yana ham tiniqroq ko'rinyapti. Xo'sh. Rossiyaniki, mana rossiyskiy. Bundan oldin Agrellikni ishlatganmiz, Agrotexnikini ishlatganmiz. Yaxshi bo'lgan, Xudoga shukr, yomon emas. Shu 4 yil, 5 yillab ishlatganmiz. Bu firmanikini ham hozir bitta tanishimizdan so'rasam, yaxshimi, qanaqa chiqyapti desam, zo'r dedi, biz o'zimiz ishlatib ko'rdik, yaxshi dedi. Qani endi mana hozir bu birinchi martasi olib ishlatishim, xudo xolasa chidamliliklari, sig'ir usha berishlari, qolgan nimalarni yana yil davomida bilamiz. Endi buni hozir misol uchun shu turishiga qarab, misol uchun qalinligini bilishim mumkin, boshqasini bilishim mumkin. Lekin sifatini bilmayman. Chunki 1 yildan keyin ham bir xil agrovalokno to'kilib ketgan holatlar ham bo'lgan.
Shunaqa. Buni endi ishlatganlardan so'rasam yaxshi deyishyapti. Buni endi o'zimiz ko'ramiz. Qani qanaqa bo'lar ekan. Yaxshi deyishganiga ishonib oldik. Xudo xolisa oppoqqina, o'zi hammasi oppoq bo'ladi. Sekin boshlaymiz buni. Hozircha bitta o'zim ishlayman deyotgandim-ku. Life hack dedim, nima deydi? O'shanga o'xshab mana hozir plyonkalar tortishda-yu, agarvalikni tortish unaqa. Endi bir kayfiyat uchun bir ko'rsatib o'tib ketaman mana. Xo'sh, mana shundoq. Mana shu yerga turba tiqib bunisini bu yoqqa qo'ndirib qo'yganmiz. Bunisini bu yoqqa qo'ndirib qo'yganmiz. O'zi buni aravada olib chiqdim uydan. Qisqasi shunaqa qilib sekin ishni boshladik. Inshaalloh olib boramiz. Qani bu yoq sekin ketdi bu yog'i mana. Hozir bir yo'g'imda tortib ketsam qanaqa bo'lar ekan. O bismillah mana. Ketdi bu yog'i mana. O. Anotoy dedi. Bos gazini. Mana ramellarimiz ham ko'ryaptimi? O. Shunaqa qilib bunaqa video bo'lmagan hali. Nima qotib qoldi? Nima bo'ldi endi? Shamol bo'p menga ismga tiral qotdi. Bunaqa video kamdan kam bo'ladi. Nima gaplar o'zingizlarda? Bo'ptimi? Texonchiliklar kommentariyada ham yozmaysizlar. Mana bolalar videolar rekka chiqsin deysizlar, bundoq. Qanaqa obunachisilar o'zi voy. Hayronman bora. Mana yopib chiqdik. Hozir mana ikkinchi qatorni yopamiz. Yopib ip bilan bog'lab chiqdik mana. Videolar kelishdi. Kam ishdan keldi. Mana qarshi borishyapti degan billa. Bo'ldik deyarli. Shom bo'ldi, hozir 5 dan oshdi soat ham mana. Xudo xolisa endi keyingi videolarni kuzatsanglar, inshaalloh yana bu yerdagi ramellarni masalan ko'rsataman holatlarini inshaalloh. Xo'sh, mana ko'rib turganingizda kecha agrovolokno yopgandik. Agrovolokno ochib qarayapman. Agrovoloknoni 30 taligini 2 qavat qilib yopgan taqdirimizda ham -4 gradus o'tgan. -4 gradus ko'rsatdi ob-havoda. Strashniy yaxlamagan. Lekin osongina o'tib ham ketmaganda. Ya'ni nima demoqchimanki, mana bunaqa bo'lib, anaqa bo'lmaganda, mana ramitlar yaxlamagan. Mana bu joyi o'rtasi sal oz yaxlagan. Oz yaxlagan mana shu. Qisqasi shunaqa gaplar. Mana bu yoqda agrovolokno turibdi. Bu xohlasa bu anaqa bo'lgani uncha katta zarar qilmaydi. Asosiy nima? Katta bu yaxlagani salatimizga bunaqa katta zarar qilmaydi bu. Sal ozgina anaqa qilgan. Babur rangiga sal bu ham ta'sir qiladi. Agarda plyonkan tegida bo'lganda apish ketgan bo'lardi o'sha. Hozir shu holatda bo'lib turibdi. Tepadagi baylari uncha qilmagan. O'rtadagi baylari shunaqa qilib yaxlagan. O'zi shu o'rtasidan yaxlaydi, shu o'yin anaqasi o'rtasi yaxlagan yomon bo'ladi shunaqa. Xo'sh, yopganmiz kechagina. Mana hozir qorlar turibdi, anaqalar. Qor yog'magan-ku, qiruv to'g'riroq. Qiruv bo'lib turibdi mana. Hali ham soat 9 bo'ldi. Soat 9 da ham hali berma qotgani yo'q mana. Yaltirab. Mana qotani. Mana yog'ini o'tyapti-da, shamol voy onasini hamsin. Shamol ko'taryapti. Shamol ko'tarib olgan mana joyi, mana ko'rsataman hozir sal. Yaxlab yotibdi mana yog'ni. Quyosh tushib sal erigan naryoqlari. Atak mana unda bo'lib, oppa bo'lib yaxlab yotibdi. Otib olgan joyi. Endi kecha isbot qila olmadik, jam mahkam qilishga. Bog'lab ketdik, o'tdan betdan shamol ko'taryapti. Paytda pollar. Xudoga shukr, mana ikkitasi, uchtasi uncha qilmagan. Mana shu yarmi ko'taryapti. Asosiy massa bu yoqda edi, baribir. Bu baribir
Xudo xolasa holatlar yaxshi, yomon emas. Mana shu yerda otib o'rgani yomon bo'pti shuni. Shamol. Mana shu mana hozir mana yaxayapti. Oppoq bo'lib. Quyosh tushgan joylari mana hozir erigan уже.